Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Azat. Bugun chorshanba. Tövəndə diqqətlə xəbərlərimizdən təfsilatı bo'lsin. Xitoy Tashqi ishlar ministerligi to'rining 6-martdagi xabarda bildirilishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Maoning 5-mart qarorlik axborot e'lon qilish yig'inida muxbirlarning Sharqiy Turkiston va Tibet haqida so'ralgan savolga javob berdi. Fransiya axborot agentligi muxbirining 2-oyning 4-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Xitoy hukumatiga ilgari bergan tavsiyalarni yo'lga qo'yishga chaqirdi. Va Xitoydan Xinjiang va Shizangdagi kishilik huquqqa daxl qilish qonun siyosati va harakatini to'xtatishni talab qildi. Xitoy hukumati buningga qanday inkas qaytardi deb so'ragan savoliga Maoning kishilarning baxtli turmushi insonlarning eng cho'ng huquqi. Hozir Xinjiang va Shizangdagi fuqarolar ijtimoiy muqimlik, iqtisodiy taraqqiyot, millatlar ittifoqligi va diniy erkinlikdan bahramand bo'ladi. Xalqimiz tinch va baxtiyor turmush ichida yashaydi. Biz yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq organlarining va a'zo davlatlarning Jongoning egalik huquqiga hurmat qilishini va odillik, obyektivlik, taraf tanlamaslik va bu ishlarni siyosiylashtirmaslik prinsipiga asosan ep berishni va Jongoning sog'lom taraqqiyotini ilgari surishda ijobiy rol o'ynashini talab qilamiz. Yaqin yillardan buyon bir qism g'arb davlatlari kishilik huquq nomida Jongoga hujum qildi hamda Xinjiangga munosabatlik va Shizangga munosabatlik masalalarni cho'rdigan holda bir qator tuhmat va yolg'on so'zlarni qildi. Ular amaliyotda kishilik huquqqa qilch ko'ngil bilmaydi. Ularning haqiqiy maqsadi Jongoning taraqqiyotini bostirish va cheklash ekanligini ko'plagan davlatlar biladi. Yaqin yillardan buyon yuzlagan davlatlar Jongoning Shizang va Xiangangga chetishlik masalalarida ko'p tarafli kishilik huquq yig'inida adil pozitsiyasi orqali bizni qo'llab keldi. Va g'arb davlatlarining kishilik huquq masalasidan foydalanib Jongoning ichki ishlariga aralashishiga qarshi fikrda bo'ldi. Bu adolatning mavjud ekanligini to'liq namoyon qildi deb javob bergan. Xitoy xabar to'rining 6-siyatdagi xabarda deyilishicha, Xitoyning butun musofirlik Xitoy-Yevropa yuk poyezdi Sharqiy Turkistonning Urumchi shahridan yo'lga chiqib, Qo'rg'os chegara yig'izidan o'tib Qozog'istonning Olmuta shahriga yetib bordi ekan. Bu poyezd 47 yurish konteyner yukni to'shib mang'alaydigan bo'lib, umumiy yuk to'shish miqdori 797 tonna ekan. Bu poyezdning shu yer vaqti 7-mart Olmutaga yetib berish planlangan. Bu poyezd 35 soat 24 minutlik musofirni besib, oxirgi manzilga yetib boradigan bo'lib, bu odatdagi Xitoy-Yevropa poyezdlarining oxirgi manzilga yetib berish vaqtidan 60% qisqa bo'ldi ekan. Bu Xitoy-Yevropa poyezd liniyasining tunji qatim Urumchi Qozog'iston o'rtasida o'zaro to'liq bog'lanish bo'lib hisoblanadi ekan. Xitoy hukumatining deyishicha, bu poyezdning davlat ichi va sirtidagi har qaysi qatnash bo'laklari orasida qatnash vaqti texnik muqim bo'lib, yuk tashish miqdori unumli o'stirilgan. Bu poyezdning xalqaro ta'minlash zanjirining bexatarligiga kafolat qilish, davlat ichi va xalqaro suvlarni ravonlashtirish hamda Osiyo bilan Yevropa o'rtasida yuk poyezdining yuqori sifatli taraqqiyotini yangi bir bosqichga boshlaydiganligi bildirilgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr, xo'sh. Allohga emanet.